Ma'rij surasida uzunligi 50 ming yilga teng bo'lgan bir kunda deyiladi. Qiyomat kuniga ta'rif berilar ekan. Uzunligi 50 ming yilga teng bo'lgan bir kunda. Ya'ni qiyomat kunining uzunligi 50 ming yil. Endi bo'lamiz, bo'lib eng ko'p 100 yil yashaydigan insonni umri bilan u 50 ming yilni hisoblaganimizda u bir kun. O'sha bir kunda oldida bizning umrimiz 3 daqiqa bo'ladi. 3 daqiqalik umr uchun 50 ming yil turish kerak bo'ladi. Biz bilgan tariximiz 2000 yil. 2000 yil. İnson biladigan tarixi bugun 2021-yil. Biz aqlimiz bilan taniydiganimiz shu. Bu yerda aytilyaptiki, uzunligi 50 ming yilga teng bo'lgan bir kun qiyomat kunida ta'riflanyapti. U kunga nisbatan bizning umrimiz 3 daqiqa.